O'zbekiston milliy terma jamoasi sobiq bosh murabbiyi oktyabr oyidan beri yordamchi murabbiy sifatida faoliyat yuritayotgan Temur Kapadze terma jamoadan ketdi. 44 yoshli mutaxassis o'z faoliyatini yangi bosqichda davom ettirish niyatida OFA rahbariyatiga lavozimidan ozod etilish to'g'risida murojaat qilgan. Unga boshqa takliflar tushgani va murabbiylik faoliyatini bosh murabbiy sifatida davom ettirish niyatida ekanligi sababli rahbariyat uning qarorini hurmat bilan qabul qilgan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Temur Kapadzening o'zbek futboli rivojiga qo'shgan hissasi uchun samimiy minnatdorlik bildiradi va uning murabbiylik faoliyatida katta muvaffaqiyatlar tilaydi, deyiladi OFA bayonotida. Ma'lumot uchun, Kapadze 2025-yilning yanvar oyidan 6-oktyabrga qadar milliy terma jamoani boshqargan. Shu davrda u 9 ta uchrashuv o'tkazib, 5 tasida g'alaba, 4 tasida esa durang qayd etgan. Keyinchalik Kapadze O'zbekiston terma jamoasining amaldagi bosh murabbiyi Fabio Cannavaroga yordamchi bo'lib faoliyat olib bordi. Shuningdek, Kapadze 2022 va 2024-yillarda O'zbekiston U23 terma jamoasini Osiyo Kubogi finaliga olib chiqqan. Bundan tashqari, O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi bilan tarixda ilk bor yozgi Olimpiya o'yinlari yo'llanmasini qo'lga kiritgan.